شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetli qarindoshlar, bugungi darsimiz Sura Baqaraning 75-oyatdan boshlaymiz. Ilgirki darslarda Alloh subhanahu va taolo bizga Yahudilarning xarakteri haqida nurg'un misollarni berdi. Yahudilarning shunchola ne'matlarga qilgan tuzkorligi, Allah subhanahu va taoloning bularga ko'rsatgan mo'jizalariga qarata ko'z yumib olishlarini bizga ko'rsatgandan keyin oxirgi bizga demak jo'g'an tub maqsadni bu oyatda o'tirib qo'yadi. Ya'ni astaizu billah afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ko'rdinglarmi Yahudlarning ahvoli shu ahvol. Bularning xarakteri bu qadar, ularning bir masalalarga qarab tutilgan pozitsiyasi yuqoridagidek shu ahvoldami, ya'ni sizlar ularning sizlarga ishonishini, sizlar mangan bu yo'lda mengishini orzu qilamsizlar sizlar. Halbuki ulardan bir bölük kishilar Alloh subhanahu va taoloning so'zini anglagandan keyin uni o'zgartib, anglab tushungandan keyin buni o'zgartib, bilib turib o'zgartganligini sizlar bilasizlar. Bu qadar insonlar bu. Allah subhanahu va taolo bularga payg'ambar avatdi, kitob avatdi, kitobni tushundi, bildi, ammo buni bular o'zgartdi. Shu yo'ldami mangmagan tursa, sizlarning yo'linglarda qanday mangsin bular deb oxirgi bizga demak jo'g'inni berdi. Nima uchun Yahudilar ahli kitobning masalasiga bu qadar ko'ngil beriladi yoki o'rin beriladi bu kitobda, Qur'oni Karimda deyilsa, Yahudilarninki samoviy din bo'lish sifati bilan o'zgartirilgan bo'lsa-mu, ummatning kelgusi qiyomatga qadar bular bilan bog'lanishli qiladigan nurg'un taraflar bo'ladi. Tarixda o'tgan mayli Paris imperiyasi olsun yoki boshqalar olsun, shuncha zo'r imperiyalar tugidi, ammo shuncha oz sonliq Yahudilar ta hozirga qadar davomlashyapti. Bular bilan ishimiz tugamaydi bizningki. Bular bilan bizning munosabatimiz tugamaydi. Mayli qarshi shaklda yoki ittifoq tuzgan shaklda olsun, munosabatimiz tugamaydi. Bu yüzden Allah subhanahu va taolo bizga Yahudilarning mijoz xarakterini shuncha keng o'rin berib bayon qilishining sababi bu. Bu yüzden shunday qilyapti. Ya'ni Abdurrahimahulloh bu yerda da'vatidi. Alloh tabaraka va taolo bu yerda bizga bir ilgari bizga Bani Isroil haqida, bularning qissalari haqida rivoyat qilib bergan, hikoya qilib bergan qissalardagi tüp hikmatni bizga beryapti. Chunki bularning musulmonlar bilan mayli Madinada bo'lsin, undan keyin Baytul Muqaddasda bo'lsin, undan keyin Masjidil Aqsoda bo'lsin, bir roli bo'ladi, o'ynaydigan bir rol bor musulmonlar bilan. Bularning bag'laydigan bir munosabati bor. Mayli ular qochsin, biz qo'g'layli yoki musulmonlarni azsin, ular musulmonlar ezilsin, ish qilib musulmonlar bilan bir munosabat. Bu yüzden bularni tushunish pek muhim. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizga bularning o'z payg'ambarlarini qandoq charchatib, Robbiga qandoq osiylik qilganligini, ne'matlarga ma'siyatlan qandoq qarshilig'anligini, ne'matlarni, rahmatni inkor bilan qandoq qarshilig'anligini bizga bayon qilib beryapti. Demak, bularning mavqesi bu bo'lgan ekan, Alloh bilan o'z payg'ambarlariga tutgan mavqesi, pozitsiyasi bu bo'lgan ekan, ularning sana iymon aytib, islomga kirishidan umid tutmasan. Halbuki ularning qashida Tavrat va bu Tavrat ularni Muhammad alayhisolamga iymon etishga chaqirdi. Ahvol bu bularning ahvoli. Endi mushu hozirgi biz bugun o'qimoqchi bo'lgan oyat payg'ambar alayhisolatu vasallamga nayt zo'r bir
təsəlli ep keladigan ayet Resulullah'a nisbeten. Resulullah'dan Yahudlarning o'ziga iymon etmaganligi qarata bearam bo'lmasligini talab qiladigan bir ayet bu. Chunki Resulullah'ning ustidagi vazifa faqat lam yetkazish. Ammo Resulullah'ninki bütün zimin ahlininki, mayli Yahudisi olsun, Hristiyan olsun yoki kafir olsun, iymon etish qo'ygan intilishi, Resulullah'ning hammasi iymon etsuti degan bu xil qiziqishi qandaqdir Resulullah'ning o'zining vazifasini tushunmaganligi emas. Ammo Resulullah'ning bu xil qiziqishining ifodasi Resulullah Rabbidan kelgan buyruqlarni ijro qilishning halovatini his qilgan. Uning baxt saodatini his qilgan, kelgusidagi uchraydigan natijalarni Resulullah bilgan. Bu yüzden Allah'ның zimindagi bütün xalqining hidayet tepişini, yani bütün xalqni hidayetga başlashni Resulullah ümit qiladi bu yüzden. Resulullah'ның qiziqishi bu sebepten, qandaqdir o'zining vazifasini bilmaganlik sebepten emas. Shunda o'g'achqa Allah Resulullah'ni xotirjam qilib, Resulullah shunda da'vatudiki, o'ylama. Bularning hammasi sana ishini iymon etdi deb o'ylama. Ularning iymon etmaganligi seni rastdan emas deganlik emas. Ularning iymon etmasligi sening gaping rost emas, sen payg'ambar emas deganlik emas. Bularning seni inkor qilishi sana ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Unda bo'lgandan keyin ey Muhammad, sen bularning sana iymon etishni tama qilma, umid tutma dedi Alloh ma'runda. Resulullah'a nisbeten bir yol açtı. Endi mushu oyatda afatatmauna degan tamaa degan bir pil ishlatilindi. Uyg'ur tilidagi tama qilish degan shu, bir ishni orzu qilish, umid qilish degan shu. Tama degan nima desa, odamningki garchi sunni ko'simi haqsiz bir narsalarga qiziqishi bu tama. Uyg'urchada shu. Orzu umid boshqa gap, tama boshqa gap. Haqsiz bo'lgan bir narsaga, mesela bana bir haqsiz bir narsa var, şuna erişmekten kanımda şu narsani men bir nima qilsam bo'ldi, shuni menga biramo, shuni ben erisha olamanmi deb, aslida men haqliq emas. Uni yaxshi ko'raman, lekin haqliq emas. Haqliq olmagan narsaga bo'lgan qiziqishim tamam. Aqlliq inson asli o'zining haqqi bilan tama qiladi, o'ziga haqsiz bo'lgan har qanday narsani orzu umid qilmaydi aqlliq inson. Ammo inson ba'zida o'zining hayotini texmo farovonlashtirmoqchi bo'ladi. Xushal xuram yaşamakçı buludu. Lekin insanın hayatı özü hayatta kalan hareketki bakıp buludu. Qanchalik işledi, şunçalik yaşaydı. O işliginden artık yaşayamaydı insan. Biz deymiz ki o insanga, sen özünün paravan turmuşu da texmi kengiyip, texmi paravan yaşamakçı olsan, hayattaki hareketlerini kengaytishing kerak. Yani texmi zor işleshing kerak. Baxtlik, saodatli yaşamoqchi bo'lsang, ko'proq ishlashing kerak. Chunki sening boshqalarning hayotda qilgan harakatining ustiga qasddan zo'rlab paravan yaşamoqchi bo'lsang, ya'ni boshqalarning emgikiga yaşamoqchi bo'lsang, zimindagi hayotlik harakati mezoni buzilib ketadi. Yani sen paravan, normal, muntazam bir turmuş yaşamakçı olsan, özünün hayatındaki qilgan hareketinge bakıp yaşa. Qilgan işinge qarab yaşa. Bizning Uyg'urlarning bir maqal temsilisi var. Yotqanga qarab putsun deydigan. Yani özünün tapqınga qarab yaşa. Başqalarının tapqınga yaşama. Başqalarının yanjoqidagi yaşama. Özünün yanjoqiga bakıp yaşa. Çünkü sen aşta qılmısan, yani yotqan qarab putsunmusan, özünün qilgan ishingga qarata yaşamasan, çoqum ya o'g'irlik qilish to'g'ri keladi. Bu o'g'irlik qilib yashaysa, ya para olsa boshqalardan chiqib bir buzg'unchilik qilsa. Odam o'zining ishlagan xizmatidan oshib, halqib yashayman degandan keyin çoqum haqsiz bir yo'lni tutish to'g'ri keladi. Haqsiz bir yo'lni tutish to'g'ri keladi. Agar senda tama bo'lib qolsa, anda yoki bunda arzu bo'lib qolsa, cho'qim sen qila oladigan doirada bo'lsin.
Sen işlegen dairede bolsun, senin küçüğün yetadigan dairede bolsun. Demek, meyadaki efetme, tamanın manisi mavamdi. Efet etme on degen sözü bu yerde. Şunu belgileydi ki, çoğun biz bir işten ümit kılsak, biz kudretimiz yetadigan dairede ümit kılışımız gerek. Dairede tamak kılışımız gerek. Mav Yahudilarni mu'min qilishqa bizning kuchimiz yetamdi. Biz bularning iymon etishini, islomga kirishini umid qilamiz. Ma oyatda afatat mauna deganlar bizga bir xil inkor shaklida ifoda bildiryapti oyat. Ya'ni mashtama qilamiz deyapti. Ya'ni bizning kuchimiz yetamdi ularni iymon etishga masalan. Alloh subhanahu va taolo o'zining rasuliga deyapti. Bu degani sen taklif qilingan ortiq ish. Chunki sening ustingda ko'zayib yetkazish bas. Gerçi bu ish senin kalbinge suyumlik olsun. Sen ularning iman etip to'g'ri yo'lga kirishini umid orzu qilgan taqdiringda sening vazifang u emas. Chunki ma insonlarning Alloh bilan burun qilgan ishlari va bu ishlar seninki umid qilgan orzuga yetalaydigan bir umidni bermaydi sana, natijani bermaydi bu sana. Bularning o'z payg'ambarlaridan tutgan pozitsiyasi, payg'ambarning chaqirig'iga ovoz qo'shishlari, Allah'ның chaqirig'iga ovoz qo'shishlari sen bir narsani bilish kerak, bir narsani bilishing kerak bular haqida. Sen umid qilgan orzuga erishamaysan bular haqida sen. Bular bu yo'lda mangmaydi. Hammasi emas, ba'zisi. Ya'ni mushu oyatda payg'ambar alayhisolatu vasallamga Yahudilar bilan bo'lgan ishlarida uchraydigan kelgusidagi hodisalarga qarata bir tasalli var Rasululloh. Rasulullahga nisbatan iymoniy bir to'liqlimi beradi. Iymoniy kuch beradi bu oyat. Bu imani güç Resulullah'ni mağula iman etmeyen ahval aslında iman etmezlik pozisyasiga qarata güç ve irade bilan qarashlaydigan bir holatga akiladi bu imani güç. Mush oyatga qarab turib o'zining kelgusida nimalarga uchraydiganligini, Yahudilardan qanday inkos qildiganligini faraz qila oladi. Shunga tayyorlik qiladi har holda. Chunki Rasululloh buni kutdi, bu oyatni ko'rgandan ha bo'lajaq iman etmaydigan ko'pinchisi bularning deb. Şunun bilan bearam bo'lib bek hasalanib ketmaydi Rasululloh. Chunki Alloh subhanahu va taolo Rasulullahning qalbida ulardan bundan keyin yuz beradigan ishlari haqida bir kutishni oldin ola bularga bir ishni qo'ydi, ya'ni depadi bu oyat orqali. Ularning tasarrufati shu yuz beradigan oyatda deyilgan ishlar bo'yicha yuz kelgan vaqtida bu ish Resulullah'ın kalbiga nisbatan bir ko'tarilaydigan, qabul qilalaydigan bir holatga keladi. Bo'lmaganida qattiq umid bilan, voy bularga so'zlasam, bular kitob ahli bo'lgandan keyin tushunadi bular. Iymon aytadi degan umid bilan qattiq bo'lsa, bular pokkidek ta'tir chiqsa, Resulullah'ni rad qilsa, qabul qilmasa, Rasululloh eg'ir keladi. Bu nuqtadan Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolamning oyatda Yahudilarninki kelgusidagi pozitsiyasini tapiryapti Rasulullahga. Allah subhanahu wa ta'ala da ayette وَقَدْ كَانَ فَرِّيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ Oladın bir bölükleri Allah'ın kelamını anlaydı. Mayadaki ibadetine dikkat kılınlar. Allah'ın muşum mezmununu ifadeleşine dikkat kılınlar. Bir bölükü davatıdı. Yani mayadaki intayın eminlik ve inçkilik ifadedeki bek inçkilik karan. Oladın bir bölükü davatıdı hemmesi emez. Mana bu del dünya ehtimallıqni saqlash nazariyasini chiqargan bir prinsip. Ya'ni ehtimallıqni saqlash nazariyasiga qanday nazariya desa, umumlashtirmaslik. Ya'ni ularning hammasi unda davatqa deb mana umumlashtirmaslik. Yahudlarning hammasiga hukm qilmadi bu yerda. Bir-birligi. Ya'ni cho'qim biz ma'lum bir shaxs iman aytadi yoki yo'ldan chiqadi, yo qarshilik qiladi deganda bir ehtimol qo'yishimiz kerak bu yerda. Bu da mümkün, ihtimal. Çünkü bir kısa, bir bölükü. Yani çoğum, yani demek bir yerde ehli kitaptan bir bölük kişiler ba, ayetini qaraganda, bula Tevrat, İncil'den, Resulullah'ın sıfatlarından tunugan, Resulullah evetilge vakti iman etkan, Mağla Allah'ın kelamını özgertmegen. Bir bölük edemli ba. Ama yine bir bölükleri ayeti değilgendek. Yani Kur'an am hüküm ekegen bolsa, Yahudilar degan andaq, Hristiyanlar mandaq deb hammasini davatgan bo'lsa, balkim kuparlarninki islomga bo'lgan qarashi o'zib ketishi mumkin. Deydiki, biz haqida bu din biz Allohning kitobini o'zgartdi, bizni, ya'ni o'zgartdi dedi, ammo biz o'zgartmadik. Biz bu Allohning rasulini kutib o'tdik. Deyishi mumkin. Chunki amaliyotda ularning ichida kitobni o'zgartmagan
asli kitobning asli mazmuniga imkoniyatning boricha amal qilgan, payg'ambarning kelishini kutib, kelgan vaqt iymon etgan bir bilib turibdi. Bular deyishi mumkin aniqlar. Mana bu bizni o'zgartirdi, biz men o'zgartmadim deyishi mumkin. Lekin bu yerdagi xuddi bu yerdagi oyatni tushungan Allah inchik ifodalamagandek bir xil ahvol bo'lib qoladi u vaqtida. Cho'qim bir xatolik bo'lishi kerak bu yerda vaqtda. Chunki bu Qur'onni tushungan Allohga hech narsa maxfiy emas. Bizning butun qalbimizning hammasini biladi. Ammo Qur'oni Karim ulardan bir firqa yoki ma'lum bir firqa Allohning kalomini anglab o'zgartirdi deganlik uchun bu yerdagi gap umumlashtirilmagan shaklda keldi. Ve her halga inçkilik bilen maskeladı. Yani bu ayette Yahudilerden başkalığı kılsak mı? Maskeladı. Çünkü hazırki zamandaki dinge karşı kuparlar, yani din iman etmeyen kuparların içinde hemmesi bir tayak tayyadıgıl olmaydı. Hemmesi bir xil qarmaydı onunla. Onun için insaplıqları var, meselelerge estaylıqlan qaraydıqalları var, meselenin çönge vakti iman etdiqalları var. Bu ehval müştavuludu. Allah subhanahu wa ta'ala deydi, bula Qur'an'ı düşünüp boğandın kiyin bilip turup özgertidi davadıdı. Sümme yuharrifunehu, kitap ne? Kur'an depti mi? Kitap ne? Düşünüp boğandın kiyin bilip turup andakin özgertidi davadıdı. Ama o bir hoş cinayet bu. Mürekkep cinayet yani. Allah'ın kelamını anladı, düşendi, cinayet ötkesi qandaq jaza berildiganligini bildi, andın kiyin özgertdi. Yani bula bilip turup mu? Özgertishning ma'nosi so'zning ma'nosini o'zgartirish degan gap. Xuddi bular odatda o'z vaqtida bular assalomu alaykumning o'rniga assalomu alaykum deydi. Ya'ni assalomu alaykumning ma'nosi tinch bo'ling, omon bo'ling degan ma'noda, ammo assalomu alaykum o'ling degandek bir ma'nodamdi. Masala bu o'zgartishdan to'xtamadi bularning masalasi. Bu o'zgartishni shu darajaga apardiki, o'zi ko'nglidan bir gapni ekilib, to'qib, andakin bu Tavrat deydigan bu holatga yetdi. Ya'ni o'zi to'qib gapni Tevrat'ın nisbet verdiğin dereceye yetti. Buların ahvalı bu kadar yani. 76. ayette Davud udinin bulanın yani bir karakterini bayan kılıp Allah yani devamlı üzlüksüz şekilde ehli kitabının karakteri bizge bayan kılınamadıdı. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Bugün hazır 76. ayette bizge bayan kılınayotgan Yahudilarning bir sifati, Yahudilarning normal Yahudilik emas, yani münafıqlığı. Yahudilar haqiqiy jin Yahudi, yani o'zining asli tabiatini saqlamas bunda olmaydi. Yahudinin münafıq mijazi ma'u. Bularning mijazi nima desa, bular mu'minlarga uchrashgan vaqtda "Voy biz iymon etdik" deydi. O'zaro yolg'iz qolgan vaqtda, "Hey, bularga Alloh sizlarga aytib bergan gap so'zlarni depramsizlar. Rabbiningning qaytisizlarga hujjat pokit keltirib sizlar bilan davolash uchun. Acaba aqling ishlamaysizlar deb o'zaro birisiga Tavratdagi dinga aloqador payg'ambar alayhisolamga aloqador mazmunlarni demaslikka tavsiya qiladi bular. Bu qadar bular ahvol. Ya'ni sirtida bir xil, ichida bir xil bularning ahvoli. Bu endi Yahudilarning munofiqlik suratlaridan bir shakl endi bu. Kishilar 3ga bo'linadi, birisi mu'min, birisi kafir, birisi munofiq. Mu'min üzülen maslashgan bo'ladi, chunki uning ichidan teshi o'xshash. O'zi yashayotgan dunyo bilan maslashgan bo'ladi, chunki dunyoning Robbiga ibodat qilib, uningga itoat qilib, ishini iymon etdi u. Endi kafir üzülen maslashadi, dunyo bilan maslashmaydi. Ya'ni kafirning ichi teshi o'xshash. Ishidimi kafir, teshidimi kafir. Dunyo uningga la'nat qiladi. Munofiq üzülen maslashmaydi. Etrafdaki hayatla maslashmaydi bular. Yani münafıqning işi başka, teşi başka. Etrafdaki hayatla qiladigan muomalasi başka bularninki. Ayet bizga endi münafıqning shakllaridan bir shaklni berib Munofiq o'zi bilan yoki etrafdagi hayot bilan qanday maslashmaydi, bu haqda biz javob. Chunki munofiq degan o'zi ishonmaydigan gapni ig'izdan deydi u. Ammo o'zining ichki dunyosida demaydigan gapga ishonadi u.
Dünyanın hemmisi, etrafdaki hayatının hemmisi bununla lanet kılıdı. Ahirette bu dozaqning en tüen qağlamadı buludu. Bunu ma ayet, biz az sürünün 5'de münafıqlar haqqında sözlügen bir ayet var. Şununla aynı oxşap ketedi. Çünkü onun münafıqlar haqqında deydi. Bu Yahudlarning münafıqları haqqında. Biz Sure Baqara'nınki 14. ayetinde münafıqlarning ahvolini bayon qilib, "Va iza laqul ladzina amanu qalu amanna." Münafıqlar müminlarga uchrashsa, iman etdik deydi. Ve iza khalaw ila shayatinihim, özlerininki, şeytanlarınınki, katvaşlarının, tağutlarının qışığı kirse, biz sizlar bilen billah, biz ularni masxara qilyapmiz deydi. Aynı oxşaşmayacağız. Çünkü münafıqlıqning mijozi oxşaş. Birinci ayette rol Yahudlarınki. Endi ayette Yahudlardan başqa münafıqlar var, Yahudlardan bo'lgan şeytanlar var. Biz surenin 5'de davatqan münafıqlar kim dese Yahudi emas münafıqlar. Ama ular Yahudi şeytanlarının qışığı kirip açta deydi. Müminlerin qışığı imayetiq deydi. Yahudi şeytanlarının qışığı kelse, oy biz andaq mundaq deydi. Ama bugünkü ayetteki rol, gap, personaj kimi Yahudi. Yani münafık Yahudinin üze. Yani bugünkü ayetteki rol, Yahudlar ve Yahudlardan doğan münafıklar olamıyor. Ma bugünkü ayet. Yahudların meselesi. Allah subhanahu ve teala deydi. Ve izâ laqul lezîne amenu qalu amennâ. Bular müminler olsa iman etdik de. Yani buların iman degen bir gap mı hem de qız dep qo'ydigan. İman degen qalbdagi bir jazmiyet, tildagi gap emas o. İmanning dalili, imanning boshqalarga bo'lgan ifodasi suluk bilan bo'ladi. Amaliy hareket bilan bo'ladi. Bir odamning mu'minligini eg'izi gapdan boshqa amaliy hareketiga qarab bilamiz. Qanaqdir mu'minlarning yo'lida mangadigan nifaqan riyan inson tepilmaydi. Yani men nifaqan iman aytdim, ammo uning suluki mu'minning unda olduğu ish yo'q. Mu'minning yo'li olmaydi, unda ish yo'q. Bu mu'min emas bu. Şunlaşqa Mavlaning suluki ish hareketi dal bularni rasvo qildigini. Shu bular eg'izda iman aytdik degan bilan amaliyotda qiladigan ishi buni chandurdi bularni. Haqiqiy mu'min degan eg'izda deydi, qalbida ishonch qiladi, amaliy ish hareketida mu'minlarning ish hareketini qiladi. Eg'iz deb qo'yib, yo'lda amaliy ish hareketda boshqa ishni qilsa mu'min bo'lmaydi u. Allah subhanahu wa ta'ala deydi bularni rasvo qilib, "Va iza khala ba'duhum ila ba'd" öz arab riyaga yalnız qolgan vaqtida qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum. Allah sizlarga aytib berganligini sizlar biladigan Tevratda bor kitobdan o'rgangan gaplarni bular depramsizlar deyotdi. Yeni bir oyatda Sura Ali Imronning 119-oyatida "Va iza laqukum qalu amanna" ular sizlarga uchrashsa iman aytdik deydi. "Va iza khalaw addu alaykumul anamina minal g'ayz" yolg'iz qolgan vaqtda barmog'ini tishlaydi achchig'idan deydi. Munofiqlarning mijozi yana o'xshash. Sura Maidadami bu xil mazmundagi oyatdan birisi bor. "Va iza ja'ukum qalu amanna" sizlar qachonlar kelsa iman etdik deydi. Ammo va qad dakhalu bil kufr va hum qad kharaju bihi. Ular kufr bilan kirgan, kufr bilan chiqib ketadiganini ular kirgan vaqtda mu'min emas eg'izi degan bilan yana qachondan shu mu'min emas holatda kufr bilan chiqib ketadi deydi. Demak, munofiqning 4 surati oldi ma'runda. Sura Baqaraning 5-ki oyat, haliq oyat. Bugungi o'qimoqchi bo'lgan Yahudlarning oyati, hozir o'qigan Al Imrondagi 119-oyatdagi bayatdan oyat, Sura Maidaning 61-oyatidagi hozirgi oyat. 4 shakl. Hammasida iymonni yolg'ondan o'tirga chiqishi bor. Yalğandın imanını oturga çıkışı var yani. Yalğan iman etken kıyametki kiriveliş var. Birinci ayette ne dedi? Sura Baqara'daki ayette şeytanlarının kaşığı kirirse biz sizler bilen bildi deydi. İkinci ayette özara, hazır biz bugünkü okumakçı olan hazırki ayet. Özara bir yer yalğız qap qalsa Allah sizlerge geçip bergen sizler bildiğin Tevrat'taki din doğruluk, Muhammed doğruluk sallallahu aleyhi ve sellem hakkında gaplarını bular depremsizler deydi bu bugünkü ayet. Üçüncü ayette Al İmran'daki sizlarga achchig'idan barmoqini tishlaydi deydi. 4-oyatda Sura Maidadagi kufr peti kirib, kufr peti chiqib ketadi deydi. Ya munofiqlar mijozi bu qadar yani. Payg'ambar alayhisolatu vasallam avatilgan vaqtda Yahudlar mu'minlarga aytdi, "Mana bu sizlarning ma payg'ambaringlar, bizning qashimizda Tavratda bor, buning sifatlari andoq, mundoq deb sifatlaydi." Endi ashta desa Yahudlar kitapta bildi, kitapta ko'rgan emasmi? Yahudning damollari, Yahudning mollari bularni bu gapni deyishni to'sab nima deydi? "Hey, Alloh sizlarga aytib bergan kitobdan ko'rgan u gaplarni ularga depramsizlar. Robbingning qishida sizlarga aytib o'rgan hujjat pok sifatida akasinmi buni deb bersanglar."
Qiyomat kunisi mush gap bilan hujjat olmamiz sizlarga demakchi. Xuddi bular bu gapdan Rasulullohning sifatini bildi, ammo buni yushirmoqchi bo'ldi, buning maqsadi bu. Ammo yerda hayron qolarlik bir ish, bular Alloh sizlarga echib bergan degan bir gapni qiladi. Bu Allohning bularga nisbatan bir fathi echib berish emas bu. Buning fazilati yo'q buningda. Agar Alloh ularga haqiqiy fathi shaklda echib bergan bo'lsa, iymon aytdi, bularning qalblari iymon aytdi. Ana Allah echib berish emas, bular o'zi davogan gap buni. Liyuhajjukum bihi inda robbikum degan so'z. Robbinglarning qishda qiyomat kuni sizlarga hujjat bo'lsin uchun sizlarga mushlar dalil munozir qilib keladi mush gaplarni. Mushtar darsida depramsizlar ularga deb o'zaro bir-biriga topiq qiladi demasmi bular? Bu gapni o'zi nimaga dalolat qiladi desa, munofiq yahudlar yoki kofirlar zamindagi butun xalq o'zining Allohning xalqi ekanligini biladi. Allah'ın ularni yaratganligini biladi. Bular ashuni bilgan ekan, nima ishqa xoliqiga kofir bo'ladi? Liyuhajjukum bi. Ya'ni bu bir savol. Liyuhajjukum bi degan yani ularning hujjati sizlarning ustinglarning Allohning qarshida kuchli bo'lsin uchun. Bular indalloh demadi. Oyatning o'zida indalloh deb birga Allohning qarshida demay, inda robbikum deb mana dedi. Bu yerdagi hujjat keltirishning ma'nosi ikki guruh odam bir yerga keladi. Har ikkilisininki o'xshamagan bir qarashlari bor. Bu ikki guruhning o'tirdi munozara bo'ladi. Har guruh o'zining paketlarini tashlaydi. Bu munozara. Bu munozara. Masalan Sura Baqarada 258-oyatda alam tara ilallazi hajja ibrohima fi robbih. Ko'midingmi Ibrohim bilan Robbi haqida qana qilgan munozirlashgan odamni ko'midingmi deb Namrudni demakchi. Ibrohim alayhisalom bilan yuz bergan bu munozira İbrahim alayhisalom bilan Namrudning o'tirida yuz bergan, Namrud Alloh podshohlikni bergan. Ibrohim alayhisalom nima dedi? Ibrohim alayhisalom bunda dedi, men bir munozirani tushunib o'tib ketaylik. İz qala İbrahim Robbiyallazi yuhyi va yumit. İbrahim o'z vaqtida dediki, Robbim tirgizalaydi, jannat olalaydi degandan keyin ma İbrahim alayhisalomning tashlagan munozirasi. Mana ma İbrahim alayhisalomning Allohga chaqirishdiki, hujjat pak deydi. Namrud buningga noyatliqi ahmaqonicha bir xato paketning birini rad qaytarib dediki, mana menmo tirgizib o'tiralayman. Deblam askaridan birini chaqirib turib, akeltirib, o'zining qo'g'dug'ichilarga o'tiranglar dedi. Ular shunda o'tagilaman dedi, qo'yanglar dedi. İbrahim qarab, qandoq? Ana uhyi va umid. O'tirib tirgizam deganman. Ani saq qo'ydim, xohlasam o'ltirdim dedi. Buning bu gapi bir aqmas munoziramdi bu. Nimaga bo'lsin buningga? Bu agar buningga ichiga kirib, yo'q, buning hayotligini sen bermagan. Sen o'tirib buni tirgizolmaysa, deydigan gaplarni deyish foydasiz. Ya'ni bu bir aqmas munozira. Chunki o'ltirishga burgan ma askar, Namrud o'ltiradi deb burgan ma askar asli tirikdi, u buning hayotini Alloh bergan. Namrudni o'ltiring degan vaqtda ham uni jannamidi. Faqat o'ltirishga buyurdi. Jinini elish bilan, o'lim bilan o'ltirishning farqi bor. O'ltirish degani ma jasadni qatın chiqarish degan gap. Jasadni qatın chiqib ketsa, ruh chiqib ketadi. Chunki ruhning jasadi turishga loyiq qolmaydi vaqtida, jasad yaramaydi ruhga. Ammo o'lim degan nima desa, jasad, odamning badani qurilmasi sog'lom, buzilmagan holatda turib, jonning chiqib ketishi degan gap. Mana bu Alloh yolg'iz janaldigini Alloh. Shuningga Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo o'lim bilan o'ltirishni farqlantirib, "Va ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa immata aw qutila" deb ikki iborat ishlatgan payg'ambarlarni. Muhammad degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Nurg'un payg'ambarlar ilgari o'tgan, u o'lsa yoki o'ltirilsa, o'lish bilan o'ltirishning farqi bor. Namrud nima dedi? Men o'ltirib, yo, unda emas. Namrud agar madamni o'ltirsa, hayotlikka qaytara olmaydi. Lekin Ibrohim alayhisalom mana foydasiz ahmoqlar chiqargan munoziraga kirishni xohlamaydi. Ya'ni bu munozirning ilmiy emas bu munozir, aniqroq degan vaqtida hamdi. Bunga kirmadi. Chunki bunda munozirda hujjatni hujjatga so'qashtirib, paketni so'qashtirdi. Bu yerda munozira yolg'on munozira bo'lib qoladi hisobda, oxirgi hisobda. Shuningga İbrahim alayhisalom qanday qildi? Namrud munozira qilolmaydigan boshqa yetarli paketni birini keldiga, "Men munoziradan chiqdi" der Alloh. Uningga kirmay, Namrud mana men o'tirib buni qana qildim, tirgizdim mana degandagi uni qo'yib qo'yiblar. Tamam unda bo'lsa,
deb boshqa bir munoziraga kirdiki, boshqa paketga kirib dediki, qala İbrahim alayhisalom dedi, innalloha ya'ti bish-shamsi minal mashriq fa'ti biha minal maghrib. Allah quyoshni sharqdan chiqarib keltirdi, sen g'arbdan chiqarib baqa. Fabuhitallazi kafar. Shu vaqt ig'iz tutildi. Buni ma'u hajjaning ma'nosi. Haja degani biz bir buncha voqealarga kirib ketdik. Asli bizning ketayotgan mazmun ma Yahudlarning munofiqlarininki liyuhajjukum bihi inda robbikum. Robbinglarning qishida sizlar bilan munozira qilish uchun degan munozir degan gapni tushundirish. Munozir degani u bir paket tashlaydi, bu bir paket tashlaydi. Xuddi Ibrohim alayhisalom bilan Namrudning o'tirdiki bo'lgan munozirdek. Mana bu munozirning ma'nosi. Ya'ni gap İbrahim alayhisalomning gapi tugidi, o'zimizning gapiga kelsak, har taraf o'zining paketini qiladi. Bu. Munozirning ma'nosi bu. Endi Rabbinglarning qishda sizlar bilan munozirlashgan ekan bu musulmonlar, Yahudlarning gapi shu. Ular o'ylaydi-ki bu masala Allohning qishdan bunda tinch o'tmaydi yani. Chunki Alloh hammalarning Robbi. Mazlumni zolimdan qutqizdi. Bu haqiqatlar bo'lsa, sizlar o'zingizlarga nimaning foydali ekanligini sizlar bilasizlar. Ya'ni bilamizlar, ya'ni o'zingizlarning foydasi uchun ish qilamisiz sizlar? Yo'q. Agar sizlar to'g'rini bilsanglar, bu xatolarga tushib ketmaydinglar. Bu fatiha emas Allohning ochgan. Endi demakchi o'g'ini bu yerda. Ya'ni Robbinglarning qishda munozirlash uchun degan gaplarda agar sizlar haqiqiy munozirani tushensanglar, buni sizlar fatiha deb tushunmaysizlar. Ham bu qilganinglar sizlarning manfaatinglar uchun emas. Bu xil shaklda qilmaydinglar demakchi Abdurrahimulloh. Oyatning oxiridagi afala taqilun degani oyatning mantiqiy shakldagi bir oxirlashi. Chunki bu yerda ozroq birlik tushunishmaslik ahvoli bor. Yahudlarda bir xil mantiqiysizlik bor. Agar bular qiyomatda Allohning oldidagi munozirada masalaning qanday bo'lganligini haqiqiy tushunsa, o'sha ozroq bir ish bor. Bu xil shaklda qilmaydi. Mu'minlarga sizlar unda gapni depamanglar. Qiyomat kunisi Allohning oldida, Rabbingizning oldida sizlarga munozira qilib, hujjat qilib tashlaydi oldinglarga deydigan gapi o'zining amaliyatiga to'g'ri emas ularning. Chunki qiyomat kunisi Allohning oldidagi munoziraning bunday bo'ladiganligini, Allohning hammaning Robbi ekanligini, odillik bilan betaraf qildiganligini, pokitning pok qildiganligini bilsa, ularning musha yushuvotganligini Allohning bildiganligini biladi bular. Bularning oxil shakldagi deyishi, "Voy, depamanglar bu gapni. Sizlar u Muhammadni sallallohu alayhi vasallam payg'ambar deb mu'minlarga gapirib, bizning Tavrat va Nusiyatlari va deb gapirib, qiyomat kuni pok tomonda oldinglarga." Digini bularning bir xil mantiqiysizligi. Nima uchun? Chunki bular qiyomatda Allohning oldiga qo'yib, shu xil shaklda munoziraga tushadigan, shu xil shaklda da'vodasiga tushadiganligini bilsa, a gapni deb yemaydi. U udlamas u gapga. Chunki Alloh inshaalloh ma keyingi oyatda o'qiymiz, 77-oyatda ularning maxfiy va oshkor hamma ishini biladi. Shuningga oyatning eng oxirisida afala taqilun deb bir og'iz gapni keldi. Ya'ni bularning tasarrufotidek tasarruf qilgan, bulardek ish qilgan odam, bularning gapini degan odamga qarshi aql olmaydi. Ya'ni sizlarga shuning bilan Robbingning qashda munozira qilish uchun degan odam o'zining bir robbaligiga ishonadi. Bu ilohga ishonmasa, uningdan qo'rqmasa, qanday aqllan sifatlansin uni? Mishada bir afala taqil degani, ajaba kalom islammislarninki. Aql yo'qmi sizlarda? Chunki oyada bir egiz pastlik bor yana. Robbingning qishida sizlarga munozira qiladi deydi. Masalalarni birsini yushurib, birini oshkorlaydi, oshkorlaydiganni yushurib, yushurdiganni oshkorlab degandek mushtashni qiladi. Agar o'zining Robbi borligiga ishonsa bular, qiyomat kuni Robbining oldiga tushadiganligiga ishonsa bular bu xil shaklda ish qilmaydi. Bularning aqli yo'q bularning. Shu afala taqilun degan oxiridagi aqlinglar yo'qmi sizlarning? Ajaba tushunmaysizlar sizlar degan bu xil shakldagi iboratni aqlishi intayin mantiqiy, ya'ni bularning butunlay ziddiyatga to'lgan bir ahvolining ifodasi. 77-oyatga kelsak, "Awala ya'lamuna annalloha ya'lamu ma yusirruna va ma yu'linun." Bular mashtar deyishdi. Mu'minlarga Tavratdagi gapni depamanglar, qiyomat kuni sizning zininglarga yetib qoladi. Deyishdi. Bir ishlarni yushirib, qutulib qola olamiz deb o'ylamdi bular.
Ama bilmemdi bula. Evvela ya'lemun. Bilmemdi bula. Allah subhanahu wa ta'ala bulanın yuşrun qığını ve aşkar qığını bildi qalğın. Bilmemdi bula deydi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu yerda bulanın işini, bulanın qılıb atqanını özünün bilidiganlığını bayan qılıdı. Bula oylagan ki Allah özara bir yerge kelip Rabbinglarning qaşda sizlar bilan munozir qilish uchun sizlarga ichib bergan delil paketini depremsizlarga deyishga vaqtdan g'ofil deb o'ylab qolgan bular. Halbuki Alloh hammani biladi. Hammani anglab turadi. Munofiqlar mu'minlar uchrashgan vaqtda biz iymon etdik deydi. Ammo yolg'iz qolgan vaqtda sizlarga achchig'idan barmoqini tishlaydi. Mana avldagi bir amaliy harakatda ko'riladigan bir ta'sir munofiqlarningki. Buningda gap yo'q, faqat tishlaydi. Amaliy ko'riladigan bir reallik bu. Ama bu aşmalar yeni sır emas bu. Yuşurun emas. Allah muşunun bilidi hem. Anda olmuş ayette yuşurun kılıdıgan, aşkarı kılıdıgan da işki gap var. Yuşurun kılış degen nima? Aşkarlaş degen nima dese, aşkarı iş degen sizden onun bir anlaş vasıtası sak ademge sizin anlaşın çıkan her kandak iş. Yani sizden görüş vasıtası sak, görüş vasıtası ba ademge sizden körsün için yüz bergen işinin hemmesi aşkar işliyordu. Yani siz degen gap, başkalar anlaydıgan gap. Qıgan iş, başkalarının köz aldı da qıgan iş, elen aşkar oludu. Eğer bu iş avazsız olan takdirde mi bunun üskünüsü, bunun aşkarlanış üskünüsü köz oludu. Avazdan bolsa bunun aşkarlanış üskünüsü kulak oludu. Mana bu asli idrakat vasıtaları. İdrakat vasıtalarına düşüp qalğan her qandaq iş aşkar iş. Ya'lamu ma yusirrun ve ma yu'linun deki yusirrun yu'linun degeni şu. Yushrun degen av, aşkar degen av. Yushrun degeni idrakat vasıtalarına düşmegen iş. Yushrun başkalarının idrakat vasıtaga, quluqiga anlap qalğan, ko'ziga ko'rilib qalğan her qandaq iş aşkar iş oludu. Endi oyatning o'ziga kelsak, bu yerda yusirrun aldı keldi, yu'linun keyindi keldi. Yushrun qildigini aldı da aşkar qildigini keyindi keldi. Asli avlası ya'lamu ma yu'linu ma yusirrun aşkarının bilidu, yushrunun bilidu. Mana deyilish avla. Nimişqa desa bu yushrun ne? Eğer yushrun qilgan ishimizni bilsa, acaba aşkar qilganini bilmamdi deydigan bir savol keladi bu yerda. Avval yushrun ne? Andan aşkarına keldi emasmi? Bu yushrunni bildi desa aşkarını deyishni nima? Chunki yushrunni bilgan zot aşkarını tabiiy biladi. Lekin aşkarını aldı da kelib, sizlarni aşkar qilgan ishinglar va yushrun qilgan ishinglar desa, andan tartibga to'g'ri keltirgan bir savol tushsa, iniqki Allah subhanahu va taala yushrunni mu aşkarını biladi. Lekin Qur'onning bu xil shakldagi ifoda keltirishini bu yerdagi bir qism mazmunlar arab tili munosabatli o'g'achqa, arab til bilmaydigan qarindoshlarimizga sal qiyin kelishi mumkin majahatda mapalini o'qim. Qur'onning balog'atidagi intayin bir inchki nozuklik. Bunda deyish nima desa, bu yerda so'zlayotgan Allah subhanahu va taala. Hammadan bilamiz Allah g'ayb. G'ayb demak yana bizning hissiy tuyg'u a'zolarimizdan yushrun. Biz Allohni gözümüzden görənməyimiz, qulağımızla anlayamayız, qulağımızla anlayamayız. Madem Allah g'ayb olgan ekan, yushrun g'aybni biladi. Çünkü g'aybni bilish aniq. Balkim aşkar zahirisining boshqa bir qonuniyati bo'lishi mumkin. Bir misol alaylik, vallahi masalul a'la. Bir odam bor uyning ichida. Deydi-ki, men uyning ichidagi ishlarni bilaman va uyning sirtidagi ishlarni bilaman desa. Agar men öydeki işlerini bilmem dese, deyimiz ki sen öyünün işi doğandıkken acaba bilirsen onu. Lekin öyünün sırtıda boğan işlerden sen yuşurun. Kandak bilirsen onu dep kılışımız ki insanlar oturursa ki gap sözde. Muşna oğuşu bir ifade ediyordu. Allah gayb. Gayb işlerini tabi biliyordu. Aşkar işlerçi deydiğim bir hıl tuygunu inkar kılış için şuna ma yusirrun ve ma yu'linun hep işkel manda şekilde. Madem Allah gayb boğan iken, Allah'ın ki ma yusirrun diyen gepi, ola yuşurun işlerini Allah bilir diyen gepi, Allah'ın gayb tıkıyken. وَمَا يُعْلِنُونَ degenen toxtaşıq sel ehtiyaclıq. Yani aşkarı işini Allah biladi degen nokta. Yani oylamanlı ki Allah subhanahu wa ta'ala gayb boğanlıq üçün gayb bilan biladi, məxfi bilan biladi deb oylamanlı onda emas. Belki Allah məşhud göz aldığımızdakini biladi, gayb bilan biladi. Demek ki münasib boğanı Allah gayb boğaçqa bizim küzümüzdən, bizim dünyamızdan gayb boğaçqa biz Allah'ını biləməyimiz. Bunda oğaçqa Avvelen yusirrun ma yusirrun deb andikin ve ma yu'linun deyish intayin münasib. Yani xuddi kin kep qaradigan bir shubhiga javob bergandek lan ve ma yu'linun keltirilishi. Ve ma yusirrun ma'nisi nimada desa, sir degan nima desa, sen boshqalarga yushurunchi demigan gap sir bo'ladi. Demigan gap.
Esingizde bolsun, sir başqalarga demegen gap. Çünki sening başqalarga bir narsani deganliging, shuna desanglar, o narsa yushurun bo'lmay, sir bo'lmay qoladi. Ammo sir degan nima desa, ko'nglingni saqlab qilib, hech qanday odamga demegen gaping sir. Endi sir o'zingning ko'nglida yushuradigan narsa bo'lib qolsa, alan degan nima desa, oyatdagi alan, oshkor degan nima desa, sen boshqalarga deydigan yoki oshkor qiladigan alan bo'ladi. Ikki odam bilsam bir narsa oshkor bo'lib ketadi. Ikki odam bilgan narsa oshkor narsa hisoblanadi. Ya'ni kishilarning nazaridagi oshkor degan ochiq oshkora. Ularning qashdagi sir degan maxfiy degan gap shu. Allah subhanahu va taolo bizga o'zining g'ayib ekanligini xabar bergan vaqtida, buna deganlikning ma'nosi Allah g'ayibni lam biladi deganlik emas, balki Allah sirni biladi, alanni biladi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya'lamus sirra va akhfa, sirni biladi va eng maxfiylarini biladi deydi. Ana siz sir degan nima desa, qalbingda yushurib qolgan ichki dunyoyingda reallik va ma'nosi sir bo'ladi. An akhfa degan nima desa, Allah sening bir ishni qilishdan ilgari nima qilganligingni biladi. O ichki dunyo emas, bir ishni qilib yushurib qolgan, masalan men bir o'g'irlikdan birini qildim, hech kimga demadim, qalbimni saqladim, bu nima sir. Ammo necha kundan keyin bir yomon ishni birini qilma yoki bir ishni qilma, bu akhfa bo'ladi. Ya'lamus sirra va akhfa degan akhfaning ma'nosi bu. Ya'ni Allah subhanahu va taolo sendin yuz beradigan ishlarni yuz berishni ilgari biladi, bu akhfa bo'ladi. Ama yüz bersin qanday olsun başqalar bilmegen şekilde senin ichki dunyongni saqlanib qolgan narsa sir bo'ladi. Demak Allah subhanahu va taolo Yahudilarning yushurun saqlagan ishlaridan biladi va oshkorasini qanday qiladi biladi. Bugun darsning oxirisida ba'zi lug'at tadqiqotlariga kirib qoldik, ba'zi balog'at mazmunlariga mushu fanlarni o'qimagan qarindoshlarimizga ba'zi tushunishsiz bo'lib qolishi mumkin, bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bugun darsimiz bu yerda to'xtaydi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.